Sadaqa berganda, zakat berganda. Bizning ko'pimiz sadaqa da bera, zakat da bera. Qaybirlarimiz shulay bit. Lekin qaybirlarimiz sadaqa berganda bigrak da bik ko'p kishilar endi sadaqaning qoya berasi ekanligini bilmay. Kimga berga kerak ekanligini bilmay. Narsa ishli ol? Tutada qaybir bir masjidga borgan edim. 10 babay o'tirgan. Har birisi bir 10 so'm olib kelgan bir sharga bo'lib. Men gina olib kelmadim endi yarar. Ham shunda jumg'a oldindan bitinisi birinchi sitirdi da bitinisini berib chiqdi 10 so'mni. Bir sharingda. Ay ikkinchisi aylanib chiqdi, uchinchisi aylanib chiqdi, to'rtinchisi 10-chisini xatlaydi. İyi narsa bo'lib chiqdi bularda. Her birisi sadaqa berdi, her birisi 10 so'm bilan qaytib ketdi, kelgan 10 so'm bilan. Hem ümitleneler indi, dua qılalar indi. Ey Rabbim Allah bergan sadaqalarimizni qabul et deb. Ya'ni akşam almasında şuluk narsa. Tige elle dinden kilelerinde, elle özler üstünden kilelerinde özleri bilsinler. Şunun için muhterem cemaat bizning sadaqa berganda da ko'nglimizda asari qolsin uchun, mana bulay birinin asari qolamı ol? Mana shulay aylandirib chiqoning, 10 tapqir aylandirib chiqoning asari qolamı ko'ngilda? Yo'q, bir nindi asari yo'q. Yo'q, bir nindi asari yo'q. Chunki ol ni oqshasi kiymadi, ni yashirib bermadi. Asari yo'q. Shuning uchun bizning sadaqa berganda eng birinchi ol miskinlarga, fakirlarga, tul xotinlarga, yetim balalarga fakir bulsalar, ondan so'ng masjidlarni tutarga, madrasalarni tutarga, yoki balalar yurtuna, shunday yerlarga, kerakli yerlarga, ehtiyoji bo'lgan yerlarga sadaqa beriladi. Abulay endi masjidda yoki majlisda aylantirib chiqaruning bir nindi foydasi yo'q. Ko'ngilda asari qolmay oning. Atiganda bergashdan so'ng sen o'zing eng birinchi sezasang, mana men fakirga yordam etdim deganni. Masjidga o'tuna to'larga, suvuna to'larga, gazına to'larga yoki qovir olarga degan o'zing sezasang, sen ona men izgilik qildim deganni. Atigilay sezmising bit. Sezmisang, ko'ngilda asari qolmay. Shuning uchun eng birinchi bizga sadaqa berganda bilib berga kerak, qo'ya beramiz. Ehtiyoji qo'ya ko'brak berga kerak, qo'ya sirab tura, shunda berga kerak. Bu birinchi. İkinci narsa sadaqa berganda biz uni nechik berga tegishmiz? Yashirin. Qaybir kishilar yashirin degan so'zni da turlicha anglanglar, qaybirlari endi summani yashirib berga deb o'ylaylar. Kishi oldinda keladi, mana babay senga sadaqa dey. Qo'lan endi qoplab. Ham yashirin berdim deb aytadi. Bu yashirin beruvmi yo'qmi? Bitin kishi oldinda babayga sadaqa beradi. Bu yashirinmi yo'qmi? Yo'q, kishi oldinda. Bitin kishi ko'rib turadi. Lekin o summasını gana yashirdi. Yashirinning bir necha prinsipi o'taldi, общий eng kerakli prinsiplari o'talmadi. Shuning uchun eng birinchi berga kerak qo'ya ehtiyoji bor sadaqaning. Ham yashirin ittirib, ixlosdan bo'lsin uchun, ham asari qolsin uchun ko'ngilda qo'ya ehtiyoji bor. Mana shuning bilan sening sadaqangdan asari qola, ko'ngling o'zgara. Birgeçten so'ng da sezasin, to'shtu sen qo'yadir berding. Nindidir jir anda foydalandı sening bergan sadaqang bilan. Shulay bo'larga tey. Shulay bo'lgandagina sen sadaqadan foyda olasың ko'nglingga. Sezasin, to'shtu berga kerak tag'in. Alloh taolo qabul etsin deb duo qilasың. Mana shu sadaqani